Assalomu alaykum hurmatli jamoat. Bugun 2 aprel. Mana gilaslar уже примерно 80-90% guldada. Kun yaxshi. Bu italyanskiy sort. Şu yaprakları hemen normalde çıkıp kaldı. Bu İtalyanski sortta güldörü çoğun. Bana qarag'ala. Güldörü ham çoğun. Şu güldörü mezgilde suv qo'ysa bo'lavi, umuman suv qo'ysa bo'lavi, bo'voy va suvni foydasi yo'qmi deganlarga mana bizniki guldorda mana gilaslar, mana biz suv qo'ydik. Mana 2 kundan beri ko'p odam telefon chalib suv qo'ysa bo'lavi deganlarga mana biz suv qo'yyapmiz. Mana gilaslar guli mana suvlar mana olib keladi. Shu hurmatli jamoat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar, ishlaringizga egilik, cho'ntaklaringizga Alloh baraka bersin. Обработкаларni qilinglar, apleniyani chachqinglar, sog' bo'linglar.